tong otmoqda shu musaffo tongga insonlar yuraging tutib shosharlar hayot qozonida qaynamoq uchun. Shu odamlar qatorida men ham borman. Ha, men o'sha hassos shoir Muhammad Yusuf chiroyli tashbihlar ila ta'riflagan oddiy muallim. Muzaffar va Iqbol To'xtamishevna G'ijduvon tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida mana 15 yildirki ona tili va adabiyot fanidan o'quvchilarga bilim berib kelyapman. Ha, men bugun ustozman. Yangi O'zbekistonning kuch g'ayratga to'lgan bilimga chanqoq ustoziman. Lekin bilasizmi, mening ham o'z navbatida ustozim bor. Ustozim bo'lganda ham mening universitetdan keyingi maktabda pedagogik faoliyatimda yonimda turib juda ko'p yordamlar bergan, o'zining kasbiy mahoratini o'rgatgan mehri daryo, qalbi pok ustozim. Bugun men bejizga bu ustozni tilga olmadim. Sababi yaqinda butun O'zbekistonimiz bo'ylab 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan men bugun maktabimga ustozimni tabriklashga keldim. Bilasizmi, inson hayoti davomida juda ko'p ustozlarni ko'radi. Lekin uning hayotida shunday ustoz bo'ladiki, butun boshli bir hayotini o'zgartirib yuboradi. Uning kasbiga bo'lgan mehrini oshiradi. Mening ham yuqorida aytganimdek, universitetni bitirib, mana shu G'ijduvon tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabida ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi sifatida faoliyatimni boshlagan davrimda bir ustozim menga ustozlik qildilar. Mana shu ustozim tufayli men ilgari o'zimda hech his qilmagan, o'zimda tuymagan bir ishonchni his qildim. Bolalar bilan ishlashni o'rgandim, kasbiy mahoratimni yuksaltirdim. Bugungi kunda nimaiki yutuqlarga erishgan bo'lsam, mana shu ustozim tufayli. Oliy toifali milliy sertifikat sohibi va eng asosiysi xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishonini olishimda ham mana shu ustozimning menga bildirgan ishonchlari muhim o'rin tutadi. Hayajon, yuragimda, qalbimda qanaqadir o'zgacha bir hislar jo'sh urmoqda. Sababi men uchun qadrli bo'lgan ustozimning xonalari tomon kelmoqdaman va ohista eshikni ochaman. Ustoz misoli gul. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan ustozim Idi va hukumat davronimdan. Bugungi ustozlar bayrami bilan men sizni chin shogirdingiz sifatida samimiy tabriklayman. Sizga mening hayotimda borligingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Mana shu 17-maktabda pedagog sifatida faoliyatimni boshlaganimda yonimga yaqindan turib o'zingizni mahoratingizni ayamaganingiz, mehringizni ko'rsatganingiz uchun tashakkur sizga ustozim. Rahmat. Rahmat sizga. Doimo mana shunday sirpa gullardek go'zal bo'lib yuring va hayotingiz ham mana shu gullardek go'zal bo'lsin. Hayotimda borligingiz uchun, kasbiy faoliyatimda doim yonimda turib, meni yangi muvaffaqiyatlarga undaganingiz uchun tashakkur. Iqbolxon, juda ham sizni hurmat qilaman. Faxrlanaman sizga ustozim borligidan. Maktabimizni mana shu barcha yutuqlariga juda katta hissa qo'shib keldingiz. Sizni mehnatingizni chegarasi yo'q. Sizday shogirdlarimiz safi ko'paysin iloyim. Ana shu kelajakda prezidentimiz bizga yaratayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, farzandlarni, o'quvchilarimizni komil insonlar qilib tarbiyalashda sizga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha sog' bo'ling. Alloh har doim sizga madadkor bo'lsin. Rahmat.
tajriba ekanman. Bugun shunday xulosaga keldim. Insonning puriga, martabasiga, egallab turgan lavozimiga qarab emas, uning samimiyligiga, mehribonligiga, hayotingizda qandaydir bir muhim o'rin tutganingizga qarab eslashar ekansiz. Mana men bugun ustozimni esladim va xohlaymanki men ham 10 yil, 15 yildan keyin mana shunday shogirdlarim samimiy, mehribon, muzaffar va iqbol ustoz sifatida eslashlarini xohlayman.